Shu uy joylari tekinga, faqat yeri uchun pul to'laysizlar. Yunusobod Katta Hasanboyda akalar, Yoshlik mahallasida joylashgan tupik ko'chada 10 sotuvli joyimizda Baltara etajga hamma shart-sharoitlari bor. 10 tadan ko'p xonasi bor akalar, sizlarga yer narxida. Bu yerda akalar 35 ming, 32 ming, 33 ming qo'yapti. Men sizlarga 30 ming dollardan bir sotug'ini sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beraman akalar. Bu yog'imizda yo'l yuziga chiqishimiz bo'ladi. Tupik ko'chada joylashgan mana shu xonadonimiz bo'ladi. Sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. Kirib kelamiz akalar, ikkita mashina uchun joylarimiz bo'ladi. Akalar hamma shart-sharoitlari bor. 10 tadan ko'p xonalarimiz joylashgan bo'ladi. Akalar 4 ta oilagacha bemalol yashasanglar bo'ladi. 3 ta xona, bolxona, 3 ta xona yana bolxona. Akalar bu yoqda oshxonamizda hamma shart-sharoitlar qo'yilgan. Bu tarafimizda zelyonная zona. Akalar bu yoqlariga ham uy qurib olsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Mana bu zaborimizning orqasini molxona, qo'yxona, tovuqxona variantida foydalanishyapti. Hamma shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Bunaqa imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaydi. Gaz, suv, svet ideal variantda. Akalar kanalizatsiyani mahallamizning boshidan bemalol olib kirib olsanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Akalar sizlarga bitta tovuqxona variantida foydalanayotgan joylarini, molxona variantida foydalanayotgan joylarni ko'rsatib o'taman. Bemalol akalar yo tarafimizdagi, chap tarafimizdagi xolasanglar qo'yxona, xolasanglar tovuqxona qilib qo'ysanglar. Bu yo taraflarimizga akalar molxona qilib qo'yasizlar. Bir 50 tacha molga joy qilsanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Endi bu yog'imizni o'zingizlar yo bu yoqlarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Kottej uchun ham zo'r joy bo'ladi akalar. Narxi ham salkam suv tekin variantda qilingan. Bu imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaydi sizlarga. Bir sotug'ini 30 ming dollardan berib yuboramiz. Pastdagilar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.